Assalomu alaykum hurmatli anglag'uchilar, xayrli kunlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiqcho'g'larning Bahodir nomi nomli romanining oxirini anglag'aysizlar. Tuman daryosi go'yo Saidxonni qarshi elayotgandek yaqinlik chaqiraydi. Bashkiram saman bog'laridagi may bog'lab pishgan mevalarning mazali purqi dimoqqa urilib, ishtihoni qo'zg'aydi. Ayollar, bolalar ve arkasından erişip gelgen puhralarını toyun başında vakitli kaldırıp, xas atlık leşkerleri bilen tez süratli ilgirligen Saidxon leşkerlerini aram aldırıp eliş üçün atışta bir keçi konğan idi. Şu tapda onu cennetdek pök baraqsan bağlar bilen oralgan Qashqar sahralarının Andijon, Samarqand sahralardan qilishmaydigan güzelligi o'ziga mahliyo qilib olgan edi. Cennet makam babam Sultan Yunus Han alileri bilen, atam Sultan Ahmet Han alilerinin mağlayışı yerden mihrini üzelmeslikteki sebep muş ikende. Sahralar bunçilik boğan yedi. Qashqar, Yorkent, Xotan qatarlıq meşhur şehirler qançılık güzeldir he? Tuman daryosының Saman kechkida otlarını sug'urishga boshlagan lashkarlarning varanchironlari Saidxonning xiyollarini bo'lib o'tdi. "Farmon", dedi u Tavochibekka qarab. "Sarkarlar lashkarlarni qaytadan iditlab ko'rsin. Bosh ustiga." Tavochibek farmon yetkazish uchun oldirdi. Qashqarga kelib qandaqroq tuyg'uga kelyotdilar oliylari. So'rdi Said Muhammad Mirza kindik qini to'kilgan bu yurtga faxrlik hissiyoti bilan qarab. Rostini desam, bu yurtning Andijon, Samarqanddan farqi yo'q ekan. Hatto uningdan ortiq bilinyotdi. Vatan, yurt mehri degan ana shu. O'zimni ilib etsam, vujudim natchasi kuch-quvvatga to'lgandek his qilyapman. Lashkarlarni iditlab bo'lgandan keyin Qashqar qal'asining ahvolini bilib kelish uchun yazak avataylik. Shundoq qilaylik, dedi Saidxon. Tungi oqshom Oyg'oqchilar Mirzo Abubakirning xeyli puxta tayyorlik ko'rganligini ma'lum qilgan edi. Har holda ishlar puxta bo'lsin. Shu asnoda yetib kelgan Tavochibek Saidxonga ehtirom bildirdi. Lashkarlarni to'liq iditlab chiqdik. Hammasi 4700 chiqdi. Saidxon mamnunlik bilan beshini lang'ishdi. Gerçi bu 4700 lashkar hisobda oz bo'lsin, lekin hammasi nurg'un jang ko'rgan, biri 10 ga tetadigan pishqon shir yurak azmatlardan edi. Saidxon oldida qator sap tortib turgan sarkarlarga qarab farmon tushirdi. Sarkarda Xo'jali Bahodir bilan Sarkarda Maqsudali 500 lashkar bilan yazak bo'lib Qashqar shahrining mudofiasini chorlab kelsin. Farmon berdormiz, dedi ishki Sarkarda. Xo'jali Bahodir bilan Maqsudali lashkarlarni boshlab Tuman daryosining kechkidan o'tishga boshladi. Ulusbegi men bilan birga qalb tuturdi, dedi Saidxon farmonni davomlashtirib. Bahrika Mirza bilan Doimali Mirza Barangar sarkardilikka. Isoq Bahodir uzun soqol To'xtiquli o'rinbosarlikka. Qariquloq Mirza Ilg'or sarkardilikka. Shohnazar Mirza bilan Ali Mirat Mirza o'rinbosarlikka. Mirzali Tog'oyi Javongar sarkardilikka. Bag Muhammad Mirza, Sabir Mirza, Muhammad Hoji Mirza, Bobo Sodiq Mirzalar o'rinbosarlikka. Mirza Haydar Ko'ragan bilan uning atkasi Mavlona Muhammad Chag'dovullikqa tayinlansin. Hofiz Mirim, Midaka Bahodir, Abdulvohid Bahodir, Xudoyquli Bahodir, Shayx Nazar Yasovul, Yaraka Yasovullar qo'lda sarkarda bo'lib farmon kutsin. Farmon berdormiz, deb jaranglik javob qaytirishdi sarkardalar. Her qaysi qo'shinning sarkardalari o'z lashkarlaringlarga qattiq ogoh bo'linglar. Har qanday vaqtda, har qanday sabab bilan ra'iyatning yengni jog'liq narsasiga cheqilmag'ay.
Kimdi-kim farmonga xiloflik qilsa, sarkardalari o'sha lashkar bilan o'xshash yasoqqa tortiladi. Qani endi yasal bo'yicha ilgirlanglar. Yasal sap debdi izohatda. Xo'jali Bahodir bilan Maqsudalining yazaq qo'shini yetib kelganda, Qashqar amiri Mirzo Yusufbek 10 ming lashkar bilan shaharning sirtiga chiqib sap tuzib turgan edi. Oyg'oqchilarning ma'lumoti to'g'ri ekan, dedi Maqsudali. Mirzo Abubakr shahar sepilini mustahkamlagandan boshqa qo'shinini taxlab qo'yibdi. Qaraslar sarkarda. Bularning orasida Mirzo Abubakr bordakmi? Mirzo Abubakrni to'limi egiz, gavdlik odam deb anglab edim. Ahvoldan qaraganda Yangisarga yoki Yorkatga ketgan o'xshaydi. Qanday qilamiz? Dushmanlarimiz sap tuzib oldimizni to'sishga ulguribdi. Endi orqamizga yansaq, ularning xo'riki o'sib qoladi, dedi Xo'jali Bahodir. Ularni qal'a sirtiga chiqarmoqmi tas? Balkim bizning kuchimizni sal chaqlab qolgan bo'lishi mumkin. Xon oliylarga darhol chaparman mansul. Uninggacha biz bir amal qilib ularni tutib turaylik. Bu baxmi g'animat fursatdir. Mo'bada biz orqamizga yansaq, ularni qal'aga kirib ketishi mumkin. Maqsudali Saidxonga xabar yetkazishga chaparman mang'uzivatdi. Shu asnoda yov lashkarlari sepidan jang undab nog'ri chelindi. Hammanglar tamkin bo'lib sapni mustahkam saqlanglar, dedi Xo'jali Bahodir. Tang hujum qilib tang chekinimiz. Rostdan hujum qilib yolg'ondan chekinimiz. Mushunda qilsak, yov bizning kuchimizni ojiz chaqlab bexudlashidi. Uninggacha asosli qo'shinimiz yetib keladi. Asosli vazifamiz yovni oldab tutib turish. Xo'jali Bahodir bilan Maqsudali etini yengil tevitdi. Lashkarlar ularga agashdi. Ular yov sepiga bir kun yetim orliq qolganda to'xtadi. Kechirimga erishib omon qilishni xohlaydiganlar darhol qurollaringlarni tashlab itoat gardininglarni suninglar. Qashqar amiri Mirzo Yusufbek sapning oldiga chiqib javob berdi. Kimsan oy? O'zni chog'lamay qoqirgan. Yurikingni qoptaq qilib el bo'lishdan gap ochsin ha? O'sha to'rt to'q lashkaring bilan bizni el qilmoqchimisan? Lop etib shahar olaman demay, nochi bo'lsang jangga hozirlan. Amir janoblari, oldirab jangdan eg'zashmislar. Biz uchun jang kunlari ba'ayni mashqimizning visoliga yetgan ishrat kechisidir. Jang nog'risining sadosi to'y bazmisidir. Maqsudali dongdor markan edi. U Amir Mirzo Yusufbekni cho'chitib qo'yish uchun pam bilan yog' o'q besib, uning chaqmaqovidak yo'g'on sallasini nishonga oldi. Vungildab ushgan o'q Mirzo Yusufbekning sallasini uchirib etdi. Mirzo Yusufbek huduqqan holda etining bo'ynini quchoqlab oldi. Silini oyab qo'yganligimiz uchun sallalarni nishonga oldik, dedi Xo'jali Bahodir qoqoqlab kulganicha. El bo'lamdilar yoki jang qilamdiq? O'zini sal o'ngshib olgan Mirzo Yusufbek lashkarlarining ko'pligiga ishonch qilib, jon jahli bilan vaqirdi. Qani Bahodirlarim, o'zini chog'lamay shilting atgan bu döyizlarning kollasini qo'g'in uzgandek uzib tashlanglar. Xo'jali Bahodir bilan Maqsudalining 500 lashkari xuddi tugilgan mushqa o'xshash sap tuzgan edi. Ular birda hujum qilsa, birda chekinatdi. Chekinib turib to'yqsiz hujumga o'tdi. Hujumi xuddi mudofiyada turib musht otgandek zarbalik edi. Qashqar lashkarlari xeyli tirishchanlik ko'rsatibmi, bu 500 lashkarning sepini buzib etishga muvaffaq bo'lolmadi. Mirzo Yusufbek raqiblarini salchaqlab qolganligini his qilib atdi. Shu asnoda jang maydoni to'yqsiz bostirib kelgan 4000 dan ortiq otliq lashkarning otlarining to'yoq ovozidan larziga keldi. Necha o'nlagan to'g'chi lashkarlarning qo'lidagi tog' alamlar ko'kda lapildab ajoyib surhayva paydo qilgan edi. Otlarning to'yqidan ko'tarilgan chang to'zonlar quyoshning yuzini to'sib olgan edi.
Jang vaziyatini kuzatib turgan Mirza Yusufbek tuyuqsiz bostırıp kelgan qo'shinni ko'rib, birdinla hodiqdi. Ular jasorat bilan hujumga o'tgan edi. Shu topda uningga Saidxonning lashkarlari 4 ming emas, 40 ming ko'rinib ketgan edi. Qashqar lashkarlarimo xuddi sarkardisiga o'xshash jangvorligini yo'qotib, sarosimga tushdi. Mirza Yusufbek darhol chekinish farmoni tushirib, o'zi eng avval shaharga qarab qochdi. Arkasından qo'g'lab kelgan Saidxonning lashkarlarini sepil ustidagi lashkarlar o'qya, manchanoqlardan o'q, tosh yog'dirib chekindirdi. Andijondagi tutluq jangida Saidxondan qattiq yengilgan Mirza Abubakri Qashqar shahrining sepillarini qaytadan mustahkamlagan edi. Egizligi 21 gaz keladigan haybatli sepilning ustida 4 otliq lashkar u yoqdan bu yoqqa bemalol mang'alaydi. Sepilning ustida oz deganda 30 ga yaqin burush, jabbaxona, manchanoq, zambirak supsi bor edi. Oziq to'ligi tal, mudofiasi mustahkam bo'lsa, 30-40 ming lashkar bilan Qashqar shahrini olmoq tas edi. Jabbaxona degani qurol-yarog' iskoloti deb izohatdi. Saidxon ziyoda o'lim yetimning oldini olish uchun ilojisiz hujumni to'xtatishga majbur bo'ldi. 5 mingga yaqin lashkar bilan shaharga kirib olgan Mirza Yusufbek Mirza Abubakirdan hamdamga lashkar avatishni iltimos qilib, Yorkentga choparman mang'uzdida mudofiyani kuchaytirib, jangga chiqmay yetib oldi. Saidxon jiyli bo'lib qolgan edi. Lashkarlar shaharga bir necha qitim hujum qilgan bo'lsa-mu, sepil ustidan yomg'irda yig'ib atgan o'q, tosh, ko'taklarning zarbasidan sepilga chiqish u yoqda tursin, ko'p talofatga uchradi. Bugun Shohchidirda o'z yolg'iz xiyol surib o'tirgan Saidxon Said Muhammad Mirzaning kirganini ko'rib, yenidan joy ko'rsatdi. Qashqar shahrining mudofiyasining buncha mustahkam ekanligini xiyolimga keltirmagan ekanman, dedi Saidxon hasratlangan holda. Shuncha yasham tortib kelib Qashqar shahrining bu sug'usig'im yiqilishamayotimiz. Said Muhammad Mirza biroz turib elib eg'iz ochdi. Hozirlarga mundaq bir mudda bilan kirgan edim. Qani xo'sh. Mirza Yusufbek Qashqar sepillarining mustahkam mudofiyasining chinglig'iga ishinib, Yorkentdan keladigan hamdamchi lashkarlarning yo'liga qarab, qasdan jangga chiqmayotdi. Bir necha qitimli hujumimizdan isbotlandiki, Qashqarni osonlikcha elishimiz mumkin emas deb qiladi. Tirkishib turaversak, Navod yovning hamdamchi lashkarlari kelib qolsa, vaziyat bizga foydasiz bo'lib qoladi. Shunga lashkarlarimizni darhol otlantirib, Yengsarga hujum qilaylik. Yengsar qal'asi Qashqar bilan Yorkent o'rtasidagi muhim o'tgan. Navod Yengsar qal'asini ola olsak, Qashqar bilan Yorkentni olmoqimiz osonga to'xtaydi. Uning ustiga Yorkentdan hamdamga keladigan lashkarlarning yo'lini uzib tashlay olamiz. Saidxon biroz umidlandi. Shunda qilmaymi chora yo'qdek qiladi. Biz uchun hozir cho'ng yoki kichik bo'lsin, puttasab turg'ida qal'adan biriga ega bo'lish to'limi zarur. Qachon yo'lga chiqsak bo'ladi? Kechiktirishga bo'lmaydi, dedi Said Muhammad Mirza. Mirza Yusufbekning choparmini Yorkentga berib bo'lay dedi. Shu Mirza Abubakirning hamdamchi lashkarlari yo'lga chiqib bo'lguncha Yengsarga berib bo'lishimiz kerak. Hozir yo'lga chiqqanimiz afzal. Mirza Abubakirning ahvolini bilib kelishga avatgan oyg'oq ajab kechikdi-ku. Said Muhammad Mirza barmoqlarini bukib kun sanashga kirishdi. Ular tex 6 tavasiga yetib kelmasdilar, Qashqar bilan Yorkentga ayrim-ayrim oyg'oqchi ming'izgan edi. Qaytib keldigan vaqtim bo'lib qopti. Mirza Abubakirning payloqchiligi yo'liqib qolmagan bo'lsa. Saidxon lam jim demedi. Shu topda uning Mirza Abubakirning ahvolini bakmi bilgisi bor edi. Assalomu alaykum. Shohchidirga Mirza Haydar ko'ragan kirib kelgan edi. Saidxon uningga singlisi Muhib Sulton Malikini berib, ko'raganlik martabasi in'om qilgandan keyin uningga har qanday vaqtda qishiga ijozatsiz kirish imtiyozi bergan edi. Va alaykum assalom.
Saidxon bilan Said Muhammad Mirza uning salomini tangli ilik oldi. Bemahal vaqt kirib qoldimmi qandoq? Muhim bir maslahatning ustiga kirib qolgan o'xshayman deb o'ylagan Mirza Haydar Ko'ragan kayniga yenishga tamshaldi. Sen uchun bu dargohning bemahali yo'q. Kel, yanıma kelib o'ltir, dedi Saidxon Mirza Haydarga sol yenidan joy ko'rsatib. Bundan keyin saltanat suhbatlaridan o'zingni chetga olmasangmi bo'ladi. Kichiklar toki xizmatga qadam qo'ymag'icha vujudida qobiliyat paydo bo'lmaydi. Ulug' ishlarga, cho'ng marakalarga ishtirok qilmasang, martabali kishilar, xon sultonlar, vazir amirlar jam bo'lgan so'rinlarda tamtirab qolasan. Kichiklar cho'nglar bilan doim birga bo'lsa, ularning ko'ngli va ko'zi har ishga tonishlik bo'lib qoladi-da, katta marakalarda tamtirab qolmaydi. Bu ularning jahon so'rash, saltanat ishlarini o'ngishli qilishiga foydalidir. Uning ustiga, agar xizmatning qoida usullarini bilmasa, o'zgalarga xizmat buyurganmaydi. Aybini hunardan farqlantirolmaydi. Salohiyat ahli va salohiyat yo'lini tutolmaydi. Men bu marhumxon otamning mulozimatida bo'lganimda, ular bu hikmatni ko'nglim hujrasiga naqshlagan edi. Endi buni sana o'rgatib o'taman. Amal qilsang foydasini ko'rasan. Kalomlarni esimde mahkam saqlayman, dedi Mirza Haydar Ko'ragan beshini egib. Lekin xizmat qilishning cheki bor. Hurmat ko'rsatish muvofiq emaslarga, xususan chokar xizmatkorlarga xizmat qilmasangmi bo'ladi. Xalqning ko'ziga xor ko'rinib qolmaslik uchun so'rin va marakalarda martabaning hurmatini saqlashing lozim. Ammo ziyoda gidib olsangmi boshqalar ko'raganlik martabasini past qilib, takabburlik qilib atadi deb orqangdan fitna qilishi mumkin. Shunga har qanday ishda maslahat, kengashga o'rin bergaysan. Muvofiq ko'rgan maslahat va tadbirlarni qabul qilgaysan. Xo'sh, dedi Mirza Haydar Ko'ragan. O'rturi va men yanıma kelib o'ltir. U Saidxonning yaniga kelib o'ltirdi. Shu asnoda Hudaychi bek kirib keldi. Ma'lum bo'lg'ay, so'zla, dedi Saidxon. Yorkentdan Oyg'oqchi keldi. Boshlab kir. Ayol o'tmay Oyg'oqchi kirib keldi. Oliylarga ma'lum bo'lg'ay, dedi u salom saat yo'sinlarini bajo keltirgandan keyin. Qudratli panohgohimizning Mavlasiyarga qadam tashrif qilganidan xabar topgan Yorkentga ra'yat qanchalik hayajonga cho'mgan bo'lsa, Mirza Abubakr shunchalik tashvishga asir bo'pti. Tutliq jangida Mirza Valibek qatorliq 5 sarkardasini oqti qilib jazolagandan keyin Shohidani Ko'kildosh, Muhammadbek qatorliq amirlardan gumonlanib jazolagan hisobda qozi qisalgan ekan. Hozir uning dargohida sipohlikning o'ddisidan bajandil chiqarligidek sarkarlarning tayini qolmabdi. Shundaqdimi Mirza Abubakr dehqon bo'lamdi, tijoratchi, hunarvan kasb bo'lamdi. Vallohu alam 15 yoshdan yuqori beli bog'liqlik erkak bo'lsa, cheriklikka tutib mashqlantirib etibdi. Aslida laskariy tarbiya ko'rmagan bu kishilarning saf tuzishlarimi, qurol tutishlarimi to'liq kulkilik. Saidxon mamnunlik bilan kulimsiradi. Özürük momam Şahbegim bilan Hammam Mehrnigar xonimning ahvolini bilardingmi? Kechirsizlar oliylar. Xabar yetkazishga oldirib turg'ashqa, uning ustiga shaharda Oyg'oqchi, payloqchilar mig'ildab ketgachga, ul buzurgvorlarimizning ahvolini aniqlashga amal qilolmadi. Ammo mundaq bir ichinishliklarga qulqimga kirib qoldi. Mirza Abubakr bir tuqqan singlisi Xon Sulton xonimni saltanatimga norozilik bildirdi. Mana dushmanlik va qasd qilish qarzi bor degan gumon bilan zindonga solib, yegili taom, ichkili suv bermay qiynabdi. Hatto suv o'rnida chog'ir beribdi. Pok etaklik, pokiz nasablik, butkul umrni ibodat va xayrlik amallar bilan o'tkazgan farishta sifat ul mazluma oxir ochliq va ussizlikda qiynalib o'libdi. Yana Oyg'oqchi deymi demaymi degandek Mirza Haydar Ko'raganga bir necha daqiqa qarab qo'yib, gapini davomlashtirdi. Yana Badaxshonda buzruk xoni Shohbegim oliylar bilan birga asirga tushgan Mirza Haydar Ko'ragan janoblarining bir tuqqan inisi Muhammad Shohni oqt qilib xizmatiga solgan ekan. Kaminlari Yorkentga berishdan bir kun avval maydasidan kavob sig'i bilan tomga mixiltib qiynab o'ltirgizibdi.
Çağır, araqның bir türü depti izahatda. Enisining o'lim xabarini olgan Mirza Haydar Ko'ragan hökirab yig'ilib etdi. Saidxon bilan Said Muhammad Mirzaning qo'shinlari g'azabdan turilib ketgan edi. Bo'ldi, chiqib ketdi, dedi Saidxon oyg'oqchiga qarab. Ondan Mirza Haydar Ko'raganga tasalli berdi. Ko'nglingni yerim qilma. Bu qisosni o'lmal undan cho'qim olamiz. O'zlarini tutib asla o'g'lim, dedi Said Muhammad Mirza tasalli berib. Qudratlik Tangrim zolim fosiqlarning jazosini hamon beradi. O'zining bir tuqqan singlisiga va inisining o'g'liga bundoq azoblan solgan ul mal'un, pok va izzat hurmatga ega shoh begim oliylariga va Mehrnigor xonimga nima kunlarni ko'rsatgandir. Sarkarlarga farmonimni yetkaz, dedi Saidxon tishlarini g'uchiriltib turib. Darhol Yangsarga atlansin. Allah nomidan qasamki, Mirza Abubakirning kallasini elib, Yorkent shahrining qovuqiga esib xoruzor qilmasam, bu hududdan hargiz ketmayman. Shu kunlarda Yorkent shahrini vahima qoplagan edi. Shahar ko'chalarida ancha-muncha hojatman yoymichilardan boshqa barliq do'kon saroylar taqalgan, hunarvan kasblar ish to'xtatgan, avod chorsu rastilar cho'ldarib qolgan edi. Har qaysi tuman yezi qishloqlardan majburiy tutib kelgan 60 mingga yaqin cherikning mashq ahvolini ko'zdan kechirayotgan Mirza Abubakir to'liq ruhsiz edi. Egiz, baslik kelgan bu odam shu topda qo'rilib, pokarlab ketgandek ko'rinadi. Shundaqdimi qon to'lgan ko'zlari cheriklarning harakatiga mixdek tikilgan edi. Dehqon, hunarvan, tijoratchi va shahar aholisidan tarkib topgan bu cheriklarning tuzgan saplari radsiz, harakatlari qalampay edi. Otgan o'qlari nishonga tegish tugul, allaqayoqlarga qayib ketadi. Mingan otlari shoshlik qilsa, ot ustida mazmut o'ltiramay, goh otning bo'yniga, goh sag'risiga tushib qoladi. Jon vahimasida otning tizginini mahkam tortib turib oladi. To'g'ri yuraklari qoral yaroqlarini tashlab etib, o'zini yerga otadi. Soni bor, saposi yo'q bu lashkarlarning ahvolini ko'rib turgan Mirza Abubakirning vujudini cheksiz umidsizlik cho'lg'ib oldi. Ahvoldan qaraganda saltanat suradigan kunlarim oxirlashgan o'xshaydi. Men texi bularni boshlab berib, Qashqarni yovning tahlikasidan xalos qilarman deb o'ylab ekanman. Bundoq lashkar bilan jangga berish tugul, qo'g'in o'g'irlashga berishmi xatarlik. Tangri, har qancha gunohing bo'lsin, o'zing panohingda saqlag'aysan. Mirza Abubakir xiyoldan bosh ko'tarib, sarkardasi Pir Alibekka qaradi. Sen 100 nökər bilan berib yovning ahvolini bilib kel. Allaqanday xiyolga asir bo'lib turgan Pir Alibek Mirza Abubakirning maqsadini tushunolmay yondirib so'radi. Yangsarga boramdim, oliylari. Ichi titildab turgan Mirza Abubakir g'azab bilan ko'kirdi. O, ikki do'longning o'ttirsidagi boshmi yoki qapoqmi? Albatta Yangsarga borsan. Yo'lda ehtiyot qil. Yov qo'shinining ahvolini yoshirinch kuzatsanglar bo'ldi. Ular balkim bu chaqqa Yangsar qal'asini elibmi bo'lgandi. Navoda yo'lda to'qirishib qolsang, darhol qaytib kelib xabarini ber. Katta to'kbi hisobida in'om berman. Mirza Abubakirning in'om berman degan so'zlarini olib, Pir Alibekning vujudini sur bosdi. In'om beramiz dedi. Jazodir tayinliq. Hozirga qadar qaysi bir sarkarda ko'rsatgan to'pisiga loyiq in'om ib boqqan. Undoq in'omni elishdan Tangrim o'z panohida saqlag'ay. Tugimas g'am tashvishga asir bo'lgan Mirza Abubakir Pir Alibekning chiroyiga qarmay beshini kitib o'rda tarafga burdi. 100 nökər bilan yo'lga chiqqan Pir Alibekning ko'z oldidan Mirza Abubakirning o'rdada amirlarga in'om tarqatgan ko'rinishi lip qilib o'tdi.
Pirali Beg Yangsar əmri Pir Əmin Dorğuning o'g'li edi. Mirzo Babakri Iroqdagi amirlarni tizginlab turish uchun ularning o'g'illarini nomda ordisida mansabga tayinlagan bo'lib, amaliyotda yanada turg'oq qilib saqlagan edi. Mirzo Babakrining Kashmirga qilgan yurishiga Pirali Beg qatnashgan edi. Mirzo Babakri Kashmirdan g'alaba bilan Yorkentga qaytib kelgandan keyin sarkarlarini tortiqlash uchun Xazinchi Begni buyurib, Shohnishinning o'ttirsiga bir patmos tilla ochiq turdi va sarkarlarni tartib bo'yicha kelib, siqimi to'lg'icha tilla elib olishni buyurdi. Peshqadam amirlar bir-birlab kelib tilla devisiga qo'lini takkizib qo'yib, hech nima olmay o'z o'rinlariga qaytib kelishdi. Növbət Pirali Bey qatarlıq bir qancha yosh sarkarlarga kelganda bir siqimdan tilla elishib, Mirzo Abubakirga minnatdorlik bildirib, o'z o'rinlariga qaytishdi. Ammo 2 kun o'tganda Mirzo Abubakir Pirali Bey qatarlıq 8 nafar yosh sarkardini yo'qolan bir bahona bilan 50 darra urg'izib, 50 tilla jarimani qo'ydi. Pirali Bey darra zarbasidan o'rin tutib yetib qoldi. O shunchalik kichikgina savallik uchun 50 darra urg'izdi. Bakmi o'valchilikqa qoldim, deb totladi u yo'qlab kelgan peshqadam amirga. Bu 50 darra o'l savalliklari uchun urilgan emas. Pirali Beg ajablangan holda so'radi. O'zim bilmaydigan qandoq ig'ir gunohkan u. Valol kelmasa ko'z tupasli. Peshqadam amir ochiq kulimsiradi. Sizlar o'rniga yangi keldilar. Shunga bir qism qoida-usullarni bilmaydilar. Yiliq kuni xon oliylari Shohnishinda tilla in'om qilganda siqimlarini to'ldirib tilla olganlar yodlarida bormi? Yodimda bo'lmadigan taqsir. Shuncha kichikmi oran 24 tilla ololabdiman. Habballi. Gap mana mushu tillada. Ko'z oldilariga keltirib baqsizlar. Oshchaqda ko'p sondagi amirlar tillaga qo'l uzatib qo'yib, bir tillami olmadi. Buni ko'rgan bo'lg'aydilar qachon? Ko'rganman. Shu chaqda ular Nemisqa xon oliylarining in'omini qabul qilmaydigandi deb to'limi ta'ajjublangan edim. Sizlar bilan billa darraga tortilganlarning hammasi oshkuni siqimini to'ldirib tilla olganlar. Buning nima yomoni bor? İn'omni xon oliylari o'zi buyurgan tursa. Xon oliylarining buyrug'ini rost. Ammo elishqa bo'lmaydi. Texsili yangilik jazoga uchirdilar. Otalarning yuzini qildi bo'g'ay. İn'omni qabul qilganlik sababidan oqti qilinganlar, hatto kollasidan ayrilganlar. Oltin xon oliylarining jini. U xazinaga kirdi, ammo hargiz chiqmaydi. Koni shahar xarobalarida qoziqda ishlayotganlarni ko'rganlar, hammasi oliylar uchun oltin kumush izlayotgan sho'r peshonali. Boshtil ogohlantirib qo'ygan bo'lsin-chi. Sizlarni bilamdikan debdiman. Mushularni xiyoldan o'tkazgan Pirali Bey ostilib qolgan etiga qamchi soldi. Tuhbi hisobida katta in'om berman deydi dedi. Kötürsün undaq in'omini. Lekin topshirgan vazifaning uddasidan chiqolmasam, kallamni oladi. Mushu bahonada qechib ketay desam, xotin bolalarim kelib qoldi. Billa ipni olgan bo'lsam-mu, u g'arbiy ufqqa qiysilayotgan quyoshga qarab ochiq kulimsirdi. Chapa etim. Tezroq chap. Bo'lmas Mirzo Abubakir oliylari so'ralmalik qilding deb jazolashni yanmaydi. 30 yaşda axtı bo'lib yashagandan o'lgan afzal emasmi? Tova. Xon oliylari nemis sarkarlarini axtı qilishga amraqdi. Qashqardan To'qqizaq bilan oylinib o'tib, Yangisarga tez suratda yetib kelgan Saidxon Yangisar qal'asidagilarning musipil ustiga o'q, tosh, ko'taklarni dövlab, qattiq mudofiyada turayotganligini ko'rib, hujum qilishga oldirmadi. Yangisar qal'asi kichik bo'g'ini bilan sepillari mustahkam. Jasoratimizga tayinib hujum qilsak ziyon tortamiz. Boshqacha bir amal qilaylik, dedi Said Muhammad Mirzo. Qanday amal qilamiz?
Mirza Ababekirning hamdamga lashkar avatish ehtimolini chapga qoqqilib bo'lmaydi, dedi Said Muhammad Mirza. Meningcha, Xo'jali Bahodir bilan Abdulvohid Bahodir 300 navkar bilan yo'lga chiqib, Qizilda bo'ktirmada tursin. Navoda Yorkentdan dushmanning hamdamchi lashkarlari kelgudak bo'lsa, darhol xabar bergay. Qolgan sarkard lashkarlari bir necha tarafdan sepilning ostiga tutashtirib lahmi qo'laydi. Qal'aga lahmi bilan kiramiz demoqchimisizlar? Dedi Saidxon bu taklifga toza qo'shilg'isi kelmay. Qal'a ichidagilar lahmiga tutaq qo'yib bermidi degandimi, lahmidan qal'aga kirmoqchi bo'lgan lashkarlarimizning udulliq kollisini olamikin? Deganlari to'g'ri olaylar, dedi Said Muhammad Mirza. Ammo biz lahmini qal'aga kirish uchun emas, sepilni portlatish uchun qo'laymiz. Mundaq deysizlar. Portlatishni qanday qilamiz? Xotirjam bo'lsizlar olaylar. Yangsar tog'larda madan to'la. Ustoz Ayazbek Qushchi bilan Mavlon Muhammad madan tovlashning piri. Ular portlatishni tezla tayyor qiladi. Shundoq, dedi yoshlanib qolgan Ayazbek Qushchi. Turpondagi xonlik madrasadimi tolibiy ilmlarga madan tovlash, zambirak o'qlarni, portlatqichlarni yasash haqida ilm so'zlanadi. Balkim xon oliylarining esida bo'lsa kerak. Esim qursin ustoz, dedi Saidxon xijillik bilan kulimsirab. Sizlar turgan yerda buningdan nima g'am? Portlatqich yasashda Hofiz Mirimning karomati mendan ziyodaroq, dedi Mavlona Muhammad. Undaq bo'lsa, ustozga Mavlona Muhammad, Hofiz Mirim, navkarbeshi Tohir Baglar hamdamda bo'lg'ay. Portlatqichni tezroq tayyorlaysizlar. U nazarni boshqa sarkatlarga og'dirdi. Xo'jali Bahodir bilan Abdulvohid Bahodir 300 navkar bilan yazak bo'lib Qizilda bo'ktirmada turg'ay. Qolgan sarkatlar bir qancha tarong'i bo'linib lahmi qo'laymiz. Qal'aning shimoliy qismi cho'nqir yorliqkan. So'ng u tarafga lahmi qo'lashning imkoniyati yo'q. Men qal'aning kunpekish tarafidagi sepilning ustidagi birinchi burujni nishon qilib lahmi qo'layman. Xudoy quli Bahodir, Shayx Nazar, Yasovul qatorliq 6 sarkarda menga sherik bo'ladi. O'ng tarafimdan 6-burujni nishonlab Mirza Haydar ko'ragan lahmi qo'laydi. Uningga Maqsud Ali, Yoraka Yasovul, Tangribardibek qatorliq 6 sarkarda sherik bo'ladi. Uning o'ng yenidagi burujni nishonlab Mirzali tog'ay lahmi qo'laydi. Uningga Qutlug' Mirak Mirza, Bahrika Mirzalar sherik bo'ladi. Sol tarafimdan 3-burujni nishon qilib Bobo Sodiq Mirza lahmi qo'laydi. Shahboz Mirza bilan Bahrabit Mirza jamoati bilan sherik bo'ladi. Uning yanida Mirza Muhammad Beg bilan Beg Muhammad Beg og'i inlar bir lahmiga sherik bo'ladi. Janub tarafdagi burujni nishonlab Xonika Mirza bilan Pishki Mirzalar bir lahmiga sherik bo'ladi. Uning yanida bir lahmiga Mir Muhammad Beg bilan Mir Ayub Beg sherik bo'ladi. Uning yanida Mirqadam Mir Qambar Beg, Ali Mirakbarlas. Ularning yanida Mirdoyim Ali. Uning yanida Qoraquloq Mirza. Uning yanida Ulusbegi Said Muhammad Mirza mo'ljar ilib lahmi qo'laydi. Kottibek qatorliq sarkarlar oziq-to'likka mas'ul bo'ladi. Qal'aning kunchiqish tarafimi shimol tarafiga o'xshashli egiz yorliq bo'lganligi uchun u tarafga kuch ishlatilmagan. Sarkarlar lahmi qo'lashga ketarlik saymon jabduqlarni tayyorlashga kirishdi. Kichikkina qizil bo'stonliqi xuddi Tangri tarafidan ko'z yetkisiz yemitning seyig'i tashlab qo'yilgan bir parcha kimxobdek ko'rinadi. Shu topda uni tun qorong'usi butunlay yutib olgan edi. Necha kundan beri Qizilda qorovullik qilayotgan Xo'jali Bahodir bilan Abdulvohid Bahodir ko'krabatgacha chorlig'icha avatgan bo'lsa-mu, Yorkent tarafdan hech bir shapi bo'lmaganligi uchun ehtiyot tadbirlarini bo'shashtirib qo'ygan edi. Bu kecha ular Yorkent tarafdan kelayotgan Pirali Begdan xabarsiz Bahramon uyquga ketgan edi. Ularning ahvolini aniq bilardingmi? Pichirlab so'radi Pirali Beg chorlig'ichisiga qarab. Ular tushgan qilgan bog'ning peshg'ichi bodim. Kun qatorlarmi maktab qolganda qiladi. Sepdan o'ramdiq. Hozir tun nisbidan oshdi. Yana biroz saqlayli. Saharning uyqusi yarim bo'ladi.
Shu chaqda Shapqin ursak gap yo'q Nusrat qozonamiz. Nökerler öz ornunu dırılmay bir az aram ilvasun. Qazanni dümkömtürüp qo'ygandek qorong'ulikqa cho'mgan qizil bo'stonliqi itlarning onda-sonda qavaslarini hisob olmaganda to'limi jimjit edi. Tuyuqsiz yangragan cho'qon suran sadosidan cho'chib uyg'ongan Xo'jali Bahodir bilan Abdulvohid Bahodir sakrab o'rinlaridan turib ketdi. Nökerlar uyquliq ko'zlarini yirtib ichib, selib tashlayotgan dobulg'i savutlarini kiyishga oldirdi. Bu chaqda Pirali Bagning nökerlari ularning beshida qilishlarini o'yintishga ulgurgan edi. Nökerlar Allohsodi bo'lmasin, hamrohlarining ismini qisqirib bir yerga jami bo'lib yovg'i taqobil turg'ay, dedi Xo'jali Bahodir yenidagi sarvozga qarab. Ko'zni yumib ochqicha tun qorong'usida dahshatli qirg'in boshlandi. Ahvoldan qaraganda bizga Shapqin urg'uni Yorkentdan kelgan asosli qo'shni emasdek qiladi, dedi Abdulvohid Bahodir atrofdagi nökerlarga qarab. Qilchilik tabtirmanglar. Ikki sarkardining jasorat bilan jang qilayotganini ko'rgan nökerlar pechishni to'xtatib qaytirma hujumga o'tdi. Bu shavqin surandan uyg'onib ketgan istilo qavab eshaklar hong'rishatdi. Yurakliroq dehqonlar o'gizlariga chiqib urchab sadolarga quloq solatdi. Subhi oqirib jang qilayotganlar o'z bilan qarshi tarafni farq etgidek bo'ldi. Yov lashkarlarining mo'lchirigidan xeyli ko'pligini his qilgan Pirali Beg ishonchini yo'qotgan edi. Tang yo'rib bo'g'cha uning nökerlarining tang yerimi qirilib ketgan, hayot qolganlarining jangdan ro'yi yenib, pechishning qo'yiga tushgan edi. Taqdir mushundoq o'xshaydi. Asli oldirang'ulik qilmasam bo'pti. Endi bu ahvolda qochsam, ular orqamdan mazoq qiladi. Bu mayli, ammo qechib qutulganim bilan yana jazodan qutulolmayman. Mirza Abubakr oliylari kallamni olmagan taqdirda oqti qilmay qo'ymaydi. Hozirla jon yeridan ayrilib qolgandek tuyg'uga kelgan Pirali Bagni vahimalik titrab bosdi. Eng yaxshisi rasvoyazim bo'lib qochgandan ko'ra, jasorat bilan jang qilib, himmat bilan o'lginim afzal. Boshqalar bilsa meni mardlik ko'rsatibdi deb madhiylashidi. Pirali Beg jon tikib elishyotdi. Shu topda u raqiblari turgan boqqa qopsilib qolganligini bilmayli qolgan edi. Bizning vazifamiz Yorkentning ahvolini bilish. Hammasini qirvatsak xon oliylariga javob bermay qolamiz. Shunga ovoz sarkardisini bo'stirib tutayli, dedi Xo'jali Bahodir. Mirza Abdulvohid Bahodirning otgan o'qi Pirali Bagning yo'tisiga sanjildi. Aslida o o'z yolg'izligidek xeyli ko'p dushmanga taqobil turayotgan Pirali Beg holsirab qolgan edi. Yo'tisiga o'q tegish bilan qarshilik ko'rsatgudek madori qolmadi. Nökerlaringlar yaqin kelmasin, deb vaqirdi u qarshi tarafida turgan ikki sarkardiga qarab. Nemili bo'lmasin, men Mirza Abubakr podshoh oliylarining martabalik sarkardisiman. Shunga ikki sarkardidan biringlar kelib kallamni yilinglar. Xo'jali Bahodir qoqoqlab kulib ketdi. Bizga aslining o'liklari emas, tiriklari kerak sarkarda. Eng yaxshisi qilishlarini tashlasizlar. Hayotidan allaqachon umid uzgan Pirali Bagning o'chay deb qolgan umid shami sus pilildi. Mag'dursiz qo'lidagi qilichini asta tashladi. Yo'q sarkardisini bog'lamay otqa mindirib olinglar, dedi Xo'jali Bahodir nökerlarga qarab. Kun peshindan qiyilgan edi. Nökerlar yaralangan Pirali Bagni allaqachon tizlantirib qo'ygan edi. Saidxon uning ko'ziga tikilib turib so'radi. O'zingni ma'lum qil. Kaminlari Yangsar Amir Mirzamin Dorg'uning cho'ng amirzodasi, Mirza Abubakr podshoh oliylarining sarkardisi Pirali Bag bo'laman. Uning tamkinlik bilan bergan javobi Saidxonga yarab qolgan edi. Yaraysa, erkak xos yurtdan bor ekan. Bir qo'shiq qiningni tilab yolvuribmi qo'ymadim. Mirza Abubakr asosli qo'shinni avatmay, Nemishqa aran 100 nöker bilan seni avatdi.
Pirali bey Saidxonning ko'ziga qarab turib javob berdi. Oliylarga rost javobim kerakmi yoki yolg'on javobimmi? Rostini so'zla. Mirzo Abubakr oliylari Qashqarga lashkar tortib kelayotganliklaridan xabar tepib, Qashqar Yengsar qal'asining mudofiasini puxtalagandan keyin Yorkentga qaytib kelib, lashkar va lashkariy aslahalarni tayyorlab taqib bo'lib turibdi. Mirzo Abubakr oliylarining ot, qurol-yarog, do'bulg'i savut, jabbi qalqon va boshqa jang asboblariga zinhor hojati tushmaydi. İlkideki lashkarlardan 100 ko'p lashkarga yetgudak aslahalar bordir. Ammo shuncha yillardan beri sadoqati va kuch-quvvati bilan uning saltanat asosi va hukumat binosining ulini barpo qilgan martabalik amirlar, donliq sarkarlar, mardona polvon sarvozlarni yaqindan beri turli gumon va badnomlar bilan jazolab, gohilarni ayibnaq qildi. Gohilarni yo'qlik pardasi ichiga yo'llayapti. Mana hozir dehqonlar, hunarvan kasıplar ve oddiy ra'iyat orasidan cherik yig'ib Sipohliqdan qilchilik xabari yo'q bu kishilarning birini amir, birini sarkarda, birini sarvoz, yana birini sohib tadbir qilib tayinlayotdi. Sohib tadbir degani harbiy maslahatchi, mushavir deb izohatda. Al umrida cho'mish dastasi va umosh qochishdan boshqa narsani tutib boqmagan bu kishilar endi qaysi qo'llari bilan shamshar sepini tuta olsin, qaysi aqli bilan jang tadbir ko'rsatalisin. Xotirjam bo'lg'aylar oliylari. G'albi nusrat quyoshi sizlarga qarab kulmoqda. Sen ol kishilarni al umrida cho'mish dastasi bilan umosh qochishdan boshqasini tutib boqmagan deding, deb so'radi Said Muhammad Mirzo. Bu gaping ziyoda mubolig'a bo'lib ketdimi, qandaq? Chunki tug'ilgan farzandi o'g'il ekanligini bilgan hamon beshiga pichoq qo'yib qo'ydigan, yenidan har qachon xanjar ayirmay yuradigan bu diyordagi erkaklarni o'shundoq sifatlasang kimmi ishinar? Pirali bey istihzo aralash kuldi. Qarag'anda amir janoblari bu hududning qonun yasoqlaridan xabarsiz bo'lsa kerak. Mirzo Abubakr oliylari Mo'g'ul shahrining saltanat taxtiga chiqqandan beri saltanatining muqimligini ko'zda tutib, erlarning pichoq esib yurishini cheklaganligini, hatto avom ra'yat yurt atlab jahon ko'rsa ko'zi ichilib, sarkash bo'lib ketadi, saltanat haqida fitna fasod tarqatadi deb o'z yurtidan boshqa yurtga berishini cheklash xususida farmon tushirganligidan bexabar bo'lish kerak. Mirzo Abubakr Madu O'zkent chegrak xalqidan bo'lib 3000 kishining putini kesib tashlabdi deb anglab edim. Sababi mushkanda, dedi Said Muhammad Mirzo hayron bo'lgan holda. Shundoq, ulardan faqat 2-3 yil farmon xiloflik qilgan ekan. Ammo ibrat qilish uchun shuncha bola odamni qo'shib jazoladi, dedi Pirali bey. Orni bir pas sukut qopladi. Sendan bir ishni so'ray, dedi Saidxon. Balkim bilishing mumkin. Buzruk momam Shohbegim bilan Mehrnigor xonim Badaxshonda Mirzo Abubakrning sarkarlarining qo'liga tushib qopti ekan. Ularni Yorkentga olib ketibdi deb anglab edim. Hozirgi ahvoldan xabaring bormi? Ul Paris suhbat mo'minlari bilan hammalari allaqachon rahmatlik bo'lib ketgan oliylar, dedi Pirali bey. Ular azob, hasrat ichida o'lib ketdi. Ular bilan birga kelgan Muhammad Shoh ismli xonzodani bo'l so'zlama, dedi Saidxon va anglashga bardoshlik berolmay Tohirbekka qaradi. Uni ochqib jarrohlarga jarohatini amlitib qo'y. Mirzo Abubakrning jang qilgudek mag'dur yo'qdek qiladi, dedi Said Muhammad Mirzo Saidxonning azobli xiyollarini chalg'itmoqchi bo'lib. Endi uning hamdamga lashkar avatishdan ehtiyot qilib ketmasakmi bo'lg'udek. Her holda ehtiyot qilganimiz afzal, dedi Mirzali tog'ay. Asirga tushgan ul sarkardining iqroriga ziyoda ishinib ketmisunlar. U hozir balo qazo qo'ynimida turg'ashqa, hayotini saqlab qolish uchun mushu vosita bilan nijotlik sohiliga chiqib olishni ko'zlab, xushomat etkiga qo'l so'zyapti. Balkim janoblarning farzi to'g'ridir, dedi Said Muhammad Mirzo. Biroq meningcha u rost gap qildi.
Chunki bayotim bizga bergan axboroti uning nijotlik uchun foydasiz. Bizga vahima selib o'zini saqlab qilish niyati bo'lsa edi, Mirza Abobakrning kuchini mubolag'a qilib ko'kka ko'targan bo'lar edi. Mirzali tog'oyi yoqtirmagan holda chiroyini purishtirdi. Saidxonning ona taraf tog'isi bo'lgan bu sarkarda bilan Said Muhammad Mirzaning gapi faqat bir yerdan chiqmaydi. U doim Said Muhammad Mirzaga qarshi muqomda so'zlaydi. Ko'nglida Saidxonning o'zdek tog'isiga emas, ota raqibi bo'lgan Mirza Abobakrning inisi bo'lmish Said Muhammad Mirzaga ziyoda izzat ko'rsatib atvolib ketganidan norozi edi. Bo'pti, hammashni sizlar oldin bilalaydilar. Farosatda sizga hech kim yetolmaydi. Mirzali tog'oyining zaharxandalik bilan qilgan bu ta'addisiga Said Muhammad Mirza sukut qilib turib oldi. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Xayrli kunlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiqcho'g'larning Bahodir nomli romanining oxirini anglaysizlar. Chat cho'risiga ko'z yetkisiz jangalning o'ttirsidagi sharbatdek sup-suzuk suyi eqib turadigan daryoning bo'yida put-qo'llari chambarchas bog'langan Mirza Abobakri qimir qilmay yotadi. Ko'k qahridan terak bo'y egizlikda tovandigan quyosh zaminni to'nirdek qizitib o'tgan edi. Ussab chanqab ketgan Mirza Abobakri daryo suyiga qarab lavyalaydi. Qishida na bir nokiri, na bir mahrimi yo'q edi. Put-qo'lining qandoqsiga bog'lanib qolganligini, bu jangalga qandoq kelib qolganligini bilmaydi. Ussuzlikda mushundoqli o'lib ketarmanmi? Bir yutum suv ichib olsam bo'ladi. Mirza Abobakri bo'shinish uchun qimirlagan siri put-qo'llaridagi bog'liq shuncha changitdi. Tuyuqsiz uning ko'zi yiroqdan kelayotgan ikki kichiga tushdi. Ular uningga qarab kelyotdi. Oy, bu singlim Xon Sulton Xinim bilan inim Umar Mirza ekan-ku. Mirza Abobakri umidlangan holda ig'iz ochdi. Singlim, bek ussab ketdim. Bir yutum suv asla. Xon Sulton Xinim oksining bechora turqaga qarab masxirlik kulimsirdi. Sizlar ussuzliqlarga suv emas sharob ichatdilar-ku, og'a. Yodilarda bordi. Meni zindonlarga so'lg'anlaridimi ussuzliqimga sharob bergan emasmidilar? Mirza Abobakri xijillik bilan yerga qaradi. Gunohkor o'g'illarni kechirsilar singlim. Gunohlarini mendan emas, adolatlik ham shafqatlik Allohdan tilasilar. Xon Sulton Xinim shundoq degunicha uningga qarabmi qo'ymay ketib qoldi. Qadrlik inim, dedi Mirza Abobakri inisi Umar Mirzaga qarab. Meni bog'loqdan bo'shitib o'tgan bo'lsalar. Yodalardan chiqib ketdimi, og'a? Mening ko'zimni sili ko'r qildirgan. Bu ko'r ko'zim bilan qandoqsiga bog'liqni yeshalayman? Mirza Abobakri yana gap qilishga tamshilib turishiga tuyuqsiz jiyan o'g'li Muhammad Shoh paydo bo'ldi. Tog'a, maydamlikka muni kavobsiqni tortib o'tgan bo'lsalar. Mirza Abobakri shundoqla qarab cho'chib ketdi. Muhammad Shohning maydasiga qiqilgan kavobsiqning yenidan shu qarab qon yiqyotdi. Umar Mirza Abobakriga so'g'uqli qarab qo'yib, Muhammad Shohning qishig'i ketdi. Bu nima ish? Ajab, mening vabolim uchirganlarning hammasi yenimda paydo bo'lib qoldi desa. Mirza Abobakri umidlanib atrofga qaradi. 10 qadam nerida onasi Oyjamol og'chi bilan o'gay dadasi Muhammad Haydar Mirza mundishib o'tiradi. Onam bilan tog'amni ajab ko'may qopdimi ya? Ona, dedi u zaif ovozda ingrab. Ussab ketdim. Bir yutum suv basla. Silini ajab tonimadim-ku.
dedi Aycamalığıca qıpqını türüp. "Men sizlarning onalar emas." U yenida o'ltirgan Muhammad Haydar Mirzadan so'radi. "Bu kishini tonimdilar?" "Yo'qso", dedi Muhammad Haydar Mirza. "Undaqda yursizlar, ketayli." Mirza Abubakrning onasini qichqirish uchun har qancha kuchigan bo'lsa-mu, ovozi chiqmadi. Shu asnoda tuyuqsiz quyosh tutilib, zaminni qorong'ulik bosdi. Orqadanla yirtqich hayvonlarning ho'kirgan, o'lg'an, xiris qilgan ovozi angladi. Oy to'tdigicha Mirza Abubakri bir to'p shir, yo'lvoz, bo'ri qatorliq yirtqichlarning o'ttirsida qoldi. Vahimidan g'al-g'al titradi. "Meni tanidingmi?" Tuyuqsiz juvonga keldi yo'lvoz. "Yo'q", dedi Mirza Abubakri. "Ko'zingni yo'g'on, ichib qara." Shu hamon Mirza Abubakrining ko'ziga yirtqichlarning beshi odam suratli bo'lib ko'rindi. "Tova ishni. Bular Mirza Vali bek, Shohidani Ko'kildosh, Muhammad beglar ekan-ku." Yirtqichtanlik odamlar qoqoqlab kulishga boshladi. "Men sana itdek sodiq bo'lib, yo'lvozdek jasorat ko'rsatib xizmatini qilgan Mirvali beg bo'laman. Men shirdek jasorat ko'rsatgan Shohidani Ko'kildosh bo'laman. Men raqiblaringga bo'ridek etilib, adibini bergan Muhammad beg bo'laman. Biz sen putqollarimizni kashtirib jazolagan chagraklar bo'lamiz. Biz madoluqlar bo'lamiz. Biz o'zkentliklar bo'lamiz. Endi bizmi seni aqti qilib jazolaymiz. Putqolingni kesib etimiz. Zulmning ta'mini sanmi tetib boq." Ular tishlarini g'uchirlatib, xiris qilganicha Mirza Abubakriga tashlandi. Bu dahshatdan qo'rqib ketgan Mirza Abubakri jon achchig'ida baqirdi, ammo ovozi faqatli chiqmadi. Ming pastda tipirlab ko'zini ochdi. O'zining odamzotsiz jongalda emas, hashamatli shohsarayda yotganligini ko'rib, yengil tindi. Shundaqdimi butkul badanini qora ter bosgan edi. Yana qor besibdi-da. Mirza Abubakrni yaqindan beri pat-pat qor bosadigan bo'lib qolgan edi. Ko'rgan tushlari bir-biridan dahshatli edi. U qurib ketgan lavlarini yolg'inicha xiyolga patdi. Saltanat binoyimning to'riklari g'ulab, iqbol quyoshim zavolga yuzlangan o'xshaydi. Saidxon bu tavaga qadam bosgandan buyon yo kunduzi, yo kechasi birdanmi orom topolmay o'tman. Ko'rgan bu yomon tushlarim beshimga yaqinlab kelayotgan balo qazodan bishorat bo'lishi mumkin. Shu topda ilkimda lashkar desa lashkar, sarkarda desa sarkardi bor. Lekin hech qaysi korg kelmaydi. Bundaq ahvolda bo'ridek quturgan Saidxonga taqobil tura olishim mumkin emas. Eng yaxshisi ham xiyolga ozroq berilib, jinimni yoqqiga ilishning ko'yiga tushay. Jon bo'lsa jahon, osh bo'lsa qozon debdikan. Tibet, Kashmir tarafga berib bir mazgil panohlanay. Keyinchi qaytadan lashkar tortib kelib, taxt saltanatni qaytarib olarman. Bir qarorga kelgan Mirza Abubakri asta beshini ko'tarib paryostiqqa yo'landi. "Qaysan ba?" Paypaslab kirgan Mahram-begi qo'l bog'ladi. "Cho'ng xonzoda Jahongir Mirzo dargohimda hozir bo'lsin. Bosh ustiga." Mahram-begi orqachilab chiqib ketdi. Jahongir Mirzoning xeylidan beri taxtimga o'ldirish xiyoli bor edi. Noumid qolmasin. Taxt saltanatni uningga tashlab beray. Billa epkassammi vafodorlik ko'rsatib, farzandlik burchini ado qilishini atay. Rizqi bo'lsa ishini yer.
Bo'lmasa beshini. Ishqilib mening qo'limda o'lganidan yaxshi. Elmo o'z farzandlarini o'ltirdi degan atoqni yetkish ko'tardi. O'g'illarimdan hayot esib qolganimi mosh ekan. Mirza Abubakri tag'aqda qo'l bog'lab turgan o'g'lining so'lg'in turqiga qarab qatqini turdi. Muborak bo'lsin. Hozirdan boshlab toji taxt sana qoldi. Dadasining bu farmonidan tasodifiylik his qilgan Jahongir Mirza nima deyishni bilolmay qoldi. Rost deyotamdi yoki meni sinayotamdi qanday? Uning toji taxti mushundaqli voz kechishi mumkinmi? Mirza Abubakri o'g'lining xiyolini zardi bilan bo'lib o'tdi. Rahmat, tashakkuring yo'qmi? Jahongir Mirza gap qilishga oldirmay, dadasining ko'ziga gumon bilan qaradi. Ko'z oldidan mushu vahshiy dadasining farmoni bilan o'ltirilgan inilarining ichinishli qiyofati lip qilib o'tdi. Jahongir Mirza dadasining xuypaylini obdan biladi. Shafqatsiz bu dada o'z pushtidan tamg'an qaysi bir o'g'liga otaliq mehrini berib baqqani? Dadasining paylini bilmay gudaklik qilib, valiahdlikdan eg'iz ochgan o'g'illarni niyati durust emas, mendan taxt tortib olish muddasi bor degan gumon bilan yurak ozroqmi etishmay turib o'limga buyurgan emasmidi? Faqat Jahongir Mirza bu himmatsiz, qonxo'r dadaning oldida o'zini qobiliyatsiz, bo'shang, golvon, qo'rqinchoq ko'rsatib, hokimiyat, saltanat ishlariga aralashmay, mansab martaba tamasida bo'lmay, ta hozirgacha jinini saqlab kelgan edi. Mirza Abubakri har qitim bir o'g'lining kallasini oldirib bo'lgandan keyin Jahongir Mirzani oldiga chaqirtib, "Bilishing kerak, bu o'ldirilgan o'g'lim shijoatlik, qobil va g'ayur yigit edi. Agar uni hozir o'ldirmasam, u menga Shiroya otasi Xusravga, Abdullatif Mirza otasi Mirza Ulug'bekka qilgan muomalani qilishi, meni o'ldirib taxt saltanatimni tortib olishi mumkin edi. Shunga o'zimning amonlik uchun uning kallasini oldim. Kimki badniyatlik va noinsoflik bilan toji taxtimga tamak o'zini tikadigan qilchilik oyab o'ltirmayman" dedi. Begunoh inalarning vaqtsiz o'limi yurak bag'rini laxti-laxti qilib tursa-mu, dard hasratini ichiga yutib, dalbishlarcha hijiyishga majbur bo'ladi. Biroq bugun oshu qonxo'r, zolim dada toji taxtni tuyuqsiz uningga bermoqchi bo'layotdi. Rostli bermoqchimidi yoki sinayotamdigandi? Bu meni sinamabdi. Toji taxti saltanati vayron bo'lib, jini tumshqqa kelib qolay deganda menga soxta marhamat ko'rsatmoqchi. Cheksiga tongsun undaq taxtni. Qo'lidan kelsa go'rga billa ipkasin. Endi menga bu taxt saltanatning keragi yo'q. Jahongir Mirza xiyoldan bosh ko'tarib, dadasiga so'g'uq nazar tashladi. Endi nega boray deyaptilar? Hozirgacha o'ziga qosh ko'tarib qarashga jur'at qilolmagan o'g'lining bu muomalasi Mirza Abubakriga xuddi choyon chaqqandek tuyg'u berdi. Shu topda vujudida ilgirki surhayvasidan asarmi qolmagan edi. "Qarang bo'lmasin", dedi u ko'zini o'g'lining ko'zidan afkechib turib. "Senmi bir beli bog'liqlik erkak bo'lsang, toji taxtni saqlab qol." Jahongir Mirza dadasiga dadil qaradi. Cheqilib chul-chul bo'lib ketgan tovoqda usulliq ishkili bo'larmi? Bo'rmasmikin desam, sen badrakning xili gaping bor ekanda. Oxiri zaharlik nashtirangni sanjib oldim. Nima deysang-da, haqlisan. Sen bilan gap talashib vaqtimni zoya qilmay. Kunlarning birida taxt saltanatni qaytadan qo'limga olgudek bo'lsam, eng avval Saidxonning emas, sening qiningni ichiman. Oldirab turgan Mirza Abubakri o'g'liga zardi bilan olaydi. Usulliqni qandirish qandira olmasliging o'zingning qobiliyatiga bog'liq.
Sening boşang, kalva bo'lishing mening gunohim emas. Mirza Abu Bakri gapini tugitib saroydan chiqib ketdi. Әдісі пейшін вақты білән xazinəsidəki qimmatli mal dünyalarini 900 qechir və nurgun tövgəyə artqan Mirza Abu Bakri 1000 nəfər xas nökərinin qoruqçılığında Yarkent şəhərindən dağdığısızlı çıxıb getdi. Bir ömür xəslik və zulm bilən yıqqan mal dünyalarının az bir qismini epmеңizga үлгерген Mirza Abu Bakrning bir ko'zi xazinada qilib qolgan mal dunyolarida, bir ko'zi toji taxtida qolgan edi. Uni hech kim uzatmadi. Qo'rqib ketgan shahar xalqi eshik derazlarini mahkam taqab, ichkari qaznaqlarga kirib olgan edi. Dahshatli gumburlagan sado bilan tang Yengsar qal'asi xuddi yer tavirgandek titrab ketdi. İki haftadan beri kech kunduz degidek qo'llangan lahma bugun saharda sepilning ostiga tutashgan edi. Boyagi portlash sadosi sepilning ostini portlatishdan chiqqan ovoz bo'lib, portlash zarbasida sepilning temi 7-8 gaz kenglikda o'rilib ketgan edi. Barliq sarkarlar hujum qo'ysin deb vaqirdi hayajonlangan Saidxon. Mаңlay yerga qadam bosgandan beri buxodan chiqqidek jang qilib boqmagan lashkarlar sepilning o'rilgan tarafiga qarab yo'l vostak etildi. Bu portlatish qal'ani mudofaa qilayotgan sarkard lashkarlarni ancha tamtirtib qo'ymagandek qiladi. Ular bostirib kelgan raqiblarga o'qya, manchanoq bilan qarshilik ko'rsatishga boshladi. Mыңlagan o'qyalardan va o'nlagan manchanoqlardan tangli etilgan o'q va tosh yomg'iri hujum qilib kelgan lashkarlarning ilgirlash yo'lini to'sib qo'ygan edi. Amin Dorg'a haqiqatan bahodir azmatgan. Uning o'rnida boshqa sarkarlar bo'lsa, sepilning o'rilib tushganini ko'rib, allaqachon umidini uzib, senini saqlashning qo'yga tushadi. Qilchilik tamtirmay yana qarshilik ko'rsatayotganini qarmamdigan. Mirza Abu Bakri Yengsardek muhim o'tganni shuni unga topshirib ekanda. Ot ustida jang vaziyatini kuzatib turgan Saidxonning xiyolini Said Muhammad Mirzaning so'zi uzib qo'ydi. Hujum qilaversak, lashkarlarimiz ziyoda talafotga uchrab ketadigan o'xshaydi. Shuni hujumni vaqtli to'xtatib, boshqa lahmalarga portlatqich qo'yaylik. Eshib qolgan portlatqich bilan sepilni o'rgil bo'lmasmikin? dedi Saidxon. Yana portlatqich yasashga saqlasak, Amin Dorg'a sepilning o'rilgan yerini qaytadan qo'pirib oladi. Ul chaqda shuncha tatgan ajrimiz bekorga ketadi. Hech bo'lmaganda hujumni qayta tashkillaylik, dedi Said Muhammad Mirza. Lashkarlar bunda hujum qilsa, ustidan yomg'irdak yig'ayotgan o'q tashlarga bardoshlik berolmagidek. Hujumni qanday tashkillamoqchisizlar? dedi Saidxon jili bo'lgan holda. Menimcha har 50 qalqonchi lashkarni bir to'p qilaydi. Ular qalqonlarni bosh ustida jipslashtirib, sepilning yo'chqiga qarab ilgarilasin. Boya lashkarlar yakka hujumga o'tgan bo'g'ashqa, bosh ustiga yig'ayotgan yo o'qidan daldinlanmadi. Qalqonlarni bosh ustida jipslashtirib mangsa, komandozlarimiz ularni muhofazat qilsa, sepilning o'rilgan yeriga yaqinlashmoqqa osonga tushadi. Ammo hujumni mush usulda tashkillaylik, dedi Saidxon. Ular sarkarlarga yangi hujum qilish tadbirini o'rinlashtirishga kirishdi. Ma'lum bo'lg'ay. So'zla, dedi Saidxon yugurib kelgan Tavochibekka qarab. Yo sarkardiz Amin Dorg'a sulh talab qilib so'zlashishni istayotdi. Saidxon yo'lt etib Said Muhammad Mirzaga qaradi. So'zlash baqayli, dedi Said Muhammad Mirza. Sulhiga imkon bo'lsa jang qilish hojat emas deb ekan, dedi Saidxon. Bo'pti, gapini anglab baqayli. Gapini men anglab baqay, dedi Said Muhammad Mirza. Tang bo'lmayli. Navoda yil ishlatib qas qilmoqchi bo'lsa xatarda qolamiz. Undaqda silimi bormislar, dedi Saidxon. Chindovulbek Mirzali ko'kilda so'zlashib kelsin. Chindovulbek Tang-Tangchilabegi debdi izohatda. Farmonni topshirib olgan Mirzali ko'kildosh ketib bir osh pishim vaqt o'tganda qaytib keldi. Oliylarga ma'lum bo'lg'ay, dedi u.
Amin Dorg'u bilan Sepilning to'yida turib so'zlashdim. Uning rostilla el bo'lish niyati bor ekan. Xo'sh, dedi Saidxon. Shartini dedimi? Muddasini mono xatga yozib tashlab berdi. Saidxon xatni ilib o'qishga boshladi. Bismillahirrohmanirrohim. Oldi bilan ulug'luq va buyuklik hikmati va abadiy hukmronlik saltanati bilan butkul dunyoning jimi podshohlarning podshohi bo'lgan pok va muqaddas Tangriga shukr sano etish bilan birga ojiz dardmanlar ahvolidan xabar elib zaif bechoralarga rahim shafqat ko'zi bilan qarab inoyat va marhamat liboslarini kiyib otimiros zaminga qadam keltirgan Xonzoda Saidxon oliylariga behisob salomlar bo'lg'ay. Oyg'oqchilarim orqali shuni bildimki, noqobil, aqlsiz o'g'lim Piralibek Mirzo Abubakr oliylarining farmoniga binoan muxolifatchilik tug'ini ko'tarib dargohlariga kelishga petingan ekan. O'zlari uning o'limga loyiq bu gunohini kechirib, arzimas qallasini saqlab qopdilar. Hatto shafqat qilib jarohatini amlatibdilar. Bu himmatlari uchun minglarcha tashakkur. Hosil kalam shuki, sarkarlik martabasiga erishkichi albatta o'z posibonining farmonini bajonidil ado qilmoq vojibdir. Kaminlari necha kundan beri o'sha sarkarlik majburiyatimning turtkisida jang qildim. Endi pichoq so'ngakka yetganda o'ylab baqsam, har qancha tirishchanlik ko'rsatsam-mu, oliylarning sir masallik bahodirlarining muqobilasiga chiqqidek kuchmoqdirim qolmabdi. Yana bir tarafdan adolatsiz zolim xizmat qilib yashagandan ko'ra, adolatlik bahodirning qilichida jon taslim qilganning sharfi katta bilindi. Ushbu sababdan shafqatlarini sig'inib, bu sulhiy so'zni oraga soldim. Oliylarga ma'lumlik. Yonlardagi sarkarlar Said Muhammad Mirzo bo'lsa, ul Mirzo Abubakrning qeyrindishidir. Kaminlari ota-bobomdan tortib ularning chokar xizmatkorligini qilib kelgan navkarlarning pustidirman. Gerçi 40 yıldan beri Mirzo Abubakrning dargohida jon vahimasdan birdammi oromlik topolmagan bo'lsam-mu, lekin necha kundan beri tuz haqqini deb jinimni olqinimga elib tirishyapman. Mirzo Abubakr qonchilgan bahodir sarkarlarni o'ldirdi. Hayot qoldirganlarni xilma-xil azob uqubatlarga duchor qildi. Ba'zilarini oqti qildi, ba'zilarining qo'l-putini kesdi, ba'zilarini ko'r qildi. Demak, har kimni bir baloga qazoga duchor qildi. Uning bu vahshiy zulmidan hatto o'z pushtidan tomgan farzandlarimi qechib qutula olmadi. Uning bundoq vahshiy qilmishlarini ko'rib turibmi, tuzni halol yeyishning shartlarini to'liq ado qildim. Tuzko'r degan atoqqa qilishdan saqlandim. Agar faqir qullarining gunohini afu qilib, hayotimga omonlik bersizlar, iltifot va inoyatlari bilan izzatlisizlar, Said Muhammad Mirzoni kepil bo'lishga buyurg'aylar. Bu shartni org'a selishim hargizmi oliylarga ishonmaganligim emas, balkim tuzko'r degan atoqni elishdan ehtiyot qilganimdir. Chunki Said Muhammad Mirzo ul Mirzo Abubakrning inisidir. Og'asining xizmatidan chiqib, inisining xizmatini qilsam, tuzko'rlik hisoblanmas, sadoqat, vafo ahli bu qilmishimni aybga buyurmas deb o'yladim. Mush arzimas shartim ado bo'lsa, qal'ani topshirib berib, mulozimlar qatorida ashu falak kabi yuksak dargohlarning xizmatini qilg'ayman. Kamoli ehtirom bilan Amin Dorg'dan deb bilirlar. Saidxon xatni o'qib bo'lib, rozimanlik bilan beshini langshitdi. O'qib baqsizlar, dedi xatni Said Muhammad Mirzoga tanglab. Said Muhammad Mirzo xatni o'qib bo'lib qo'l bog'ladi. On hazratim marhamatlikdir. Farmonlari qandoq bo'lsa, shundoq farmonbardorlik qilg'ayman. Bundoq sadoqatman kishining talabini qabul qilmaslik bahodirlik masibida nomardlikdir, dedi Saidxon. Darhol berib o'z og'izlari bilan kepil bo'lg'aylar. Bosh ustiga. Said Muhammad Mirzo darhol berib Amin Dorg'i bilan ko'rishdi. Shundoq qilib, Yangsar qal'asi Saidxonning qo'liga o'tdi. Bugun havo boshqacha ochiq edi. Avval Qashqarga qaytadan hujum qilish yoki yorqanki lashkar totish haqida maslahatlashib o'tirgan Saidxon bilan Said Muhammad Mirzoning suhbatini o'daychibek uzib qo'ydi.
Xushxabar oliylari. Yangsarning ishg'ol qilinganligidan xabar topgan Qashqar amiri Mirza Yusufbek xotin bolalarini elib shaharni tashlab qochibdi. Qashqarning olim ulamolaridan bir top jamoat oliylarining uzangisini so'yish uchun yetib kelibdi. Bekovulbekka farmonimni yetkaz. Ularga esil noz-ne'matlar bilan dasturxon silib hardiq so'rasin. Men sal turib chiqaman. Muborak bo'lsin oliylari, dedi Said Muhammad Mirza. Özlerinden bolsun, dedi Saidxon hayajonlangan holda. Qudratlik panohgohimga yana bir xush xabar bor, dedi Hudaychibek. Yorkentdan boyli oyg'oqchi keldi. Mirza Abubakri xazindan ko'taralishicha mol dunyo ilib Xotan tarafga qochibdi. Bu texmi katta xush xabar ekan, dedi Saidxon. Yorkentmi bo'sh qopdi-da? Yorkent taxtiga hozir Mirza Abubakirning cho'ng o'g'li Jahongir Mirza bosibonlik qilib etibdi. Jahongir Mirzaning ismini anglab, Saidxon bir oz o'ylanib qoldi. Chunki Jahongir Mirzaning qo'lida uning 4-singlisi Xadija Sulton xonim bor edi. Mirza Abubakir ayni yili Oqsuv lashkar tortib berib, Sulton Ahmadxon bilan jang qilganda asirga tushib qolgan Malika Xadija Sulton xonimni Yorkentga elib ketgan va keyincha uni o'g'li Jahongir Mirzaga nikohlab qo'ygan edi. Xo'jali Bahodir bilan Maqsudali bu chaqqa Yorkentga yaqinlab qoldi, dedi Saidxon xiyoldan bosh ko'tarib. Jahongir Mirza nimil bo'lmasin singlimning kuyasi. Shu topda ularning Jahongir Mirza qasd qilib qo'yishidan ansirab qelyaptimi? Undaq bo'lsa, darhol chaparman mang'izayli. Ot qo'shilib mang'is ularga yetishib olaydi, dedi Said Muhammad Mirza. Ular Xo'jali Bahodirning orqasidan darhol chaparman mang'izdi. Yangsarni yana Amin Durg'aga topshirayli, dedi Saidxon. Kottibek Abdulvohid Bahodir 2000 lashkar bilan Qashqar berib, avom ra'iyatining ko'nglini xotirjam qilsin. Biz darhol Yorkentga qarab yo'lga chiqaylik. Shundoq qilayli oliylar, dedi Said Muhammad Mirza. Avval Qashqardan kelgan yurt mo'tvarlari bilan ko'rishib yetaylik. Esim qursin, tas qoptiman bu muhim ishni unutib qolg'ili, dedi Saidxon. Peshin mezgili. Yorkent shahridan 10 chaqirim yiroqlikdagi Begil qishliqida Xo'jali Bahodir, Maqsudali qatorliq sarkarlar va Yorkentdagi boy to'rilar, zardarlar Saidxonni kutib olish uchun so'rin rastlash, dasturxon selish bilan aldirash yurishadi. Ular Saidxon uchun shohsupa, sarkarlar uchun gilam, lashkarlar uchun kigiz chirdoq silib, ayrim-ayrim so'rin rastlagan edi. Bir chaqirim uzunlikda silingan poyandozning ikki tarafida ratlik turishgan kishilar pat-pat yiroqlarga bo'yindab qarashadi. Xo'jali Bahodir bilan Maqsudali birda alohida yasatgan shohsupaning bezilishini tekshirsa, birda dasturxonga tizilgan noz-ne'matlarning turini, sifatini tekshiradi. Yuzlab tashqazonlarda qala qo'y go'shtlari qitiqlab qaynaydi. Dönlab qo'yilgan poloning mazillik hidi dimoqlarni qitiqlaydi. Kavapçılar tonur kavaptanlarga çoğ tushirgach, paxlan, o'g'loq go'shtlarga tuxum, doğru darmaklardan tayyorlangan tetitqularni surish bilan avar edi. Sulton Saidxon oliylari keldi. Etini quyundak chaptirib kelgan chaparmanning xabar yetkazishi bilan tang saqlab turgan kishilar durrida o'rinlaridan turishdi. Xo'jali Bahodir, Maqsudali atrofidagi bag'dorlarni boshlab poyandozning bosh tarafiga qarab yugurishdi. Ayol o'tmay Saidxonni orqa elib kelayotgan Said Muhammad Mirza qatorliq sarkarlarning qarshisi ko'rindi. Ularning orqasidan lashkarlar kelyotdi. Shu hamon sozandilar Nag'ri Sunay, Dobdinboq, Ravob tambur qatorliq sozlarni shodiyaniga chelishga boshladi. Xo'jali Bahodir bilan Maqsudali boshchiligidagi bag'dorlar kelib Saidxonning uzangisini so'ydi. Saidxondan boshqalarning hammasi otdan tushdi. Saidxon ot ustida turib, poyandozning ikki tarafidagi istiqbolga chiqqan kishilarga ehtirom bilan salom berdi. Saidxon shohsupaning qishig'i kelganda otdan tushdi-da, supaning ustidagi ta'tillar ko'rpida badashqon qurib o'ltirdi. Qudratlik adolat panohimizning davlat saltanati ziyoda bo'lg'ay,
Saidxon Shohsupaning oldida qator sap tortib turgan amir sarkarlarning salomini ilik olgandan keyin Said Muhammad Mirza, Oyazbek Qushchi, Mirza Haydar Ko'ragan, Mirzali tog'oyilani Shohsupaga chiqib yenida o'ltirishga ijozat berdi. Qolgan sarkarlar martaba unvonlari bo'yicha Shohsupaning iskeniga rastlangan gilamlik so'rindan o'rin elishdi. Necha o'nlagan chabdas yigitlar avtobuschilarni ko'tarib kelib, qo'l suyi elishga boshladi. O'zini qarshi elish uchun rastlangan bu so'rindan Saidxon rozi bo'lgandek qiladi. U paygohda qo'l bog'lab turgan Xo'jali Bahodir bilan Maqsud Alini Shohsupaga chiqib o'ltirishga buyurdi. Ikkinglar yenimda o'ltirib, ham sohibxona, ham mehmon bo'linglar. Qibligahimizning himmatiga tashakkur. Ikki sarkarda Shohsupaga chiqib, paygoh tarafdan o'rin oldi. Xo'sh, dedi Saidxon Yorkent shahrining ahvolini bilishga oldirib. Ikki sarkarda das o'rindan turib qo'l bog'ladi. Biz Yorkent shahriga yetib kelganda Jahongir Mirza allaqachon shahrini tashlab ketib qolgan ekan, dedi Xo'jali Bahodir. O'rdadagi bir qism baglar, shahardagi olim ulamolar, boy zardarlar, yurt kattalari oldimizga chiqib shaharning darvozalarini kengri ochdi. Shaharga tinch-amon qadam bosdik, dedi Maqsud Ali. Avomning ko'nglini xotirjam qilish uchun omonlik jakorlatdik. Ondan xazina qurol-yarog' iskoloti va ochliq omborlarini pechatlatkizdik. Sarvoz lashkarlarga qattiq hezi bo'lib, ularning avomni bulang-talon qilishning oldini oldik. Yorkent shahri hozir to'liq xotirjam. Mana bular, dedi Xo'jali Bahodir texchi qo'l bog'lashqancha o'rib turgan bir to'p kishilarni ko'rsatib. Bir qism yurtbaglari bilan shahardagi boy zardarlar, olim ulamolar, oliylarning qabul qilishini orzu qiladi. Ular darhol tizlanib Saidxonga hurmat bildirishdi. Ijozat, dedi Saidxon ularning salomini ilik elib. Buguncha mushundaqli ko'rishib turayli. Har birlar bilan boshqa bir kuni muloqotda bo'laman. Xon oliylarining iltifotiga tashakkur. Saidxon ikki sarkardasiga yuzlanib so'radi. Mirza Abubakr bilan Jahongir Mirzaning derkini qilib baqdinglarmi? Mirza Abubakr Xotandimi to'xtamay udul tubatga qarab ketib etibdi. Jahongir Mirza ancha yiroq ketmaganda qiladi. Sanju qishliqda panohlanayotganligi haqida ma'lumot bor. Mirza Abubakrning bundoq osonlik qechib qutulishiga yo'l qo'ysak bo'lmaydi, dedi Saidxon. Uni nerdan bo'lmasin qo'g'lab tutish kerak. U bir daqiqa turib elib, sarkarlarga qarab bir necha sarkarning ismini atadi. Mirzali tog'ayi, Qaraquloq Mirza, Nazar Mirza, Qambar Mirza, Bayquli Makrit. Ismi atalgan sarkarlar Shohsupaning oldiga kelib qo'l bog'ladi. Har biringlar 500 dan lashkarga bosh bo'lib, Mirza Abubakrni qo'g'langlar. Uni kim avval tutsa birinchi to'hpishini bo'ladi. Farmon berdormiz, dedi ular. Mirza Doimali, Beg Muhammad, dedi Saidxon. Ikkinglar xos navkarlaringlarning sirtida 500 lashkar elib, Udul Xotanga berib, ul viloyatning hukumat ishlarini o'tkazib elinglar. Qarshilik ko'rsatganlarga rahmi shafqat qilmanglar. Farmon berdormiz, dedi ikki sarkarda. Joyinglarga berib o'ltiringlar, dedi Saidxon. Avval taom, ondan kalom debdikan. G'izodan keyin otlangaysizlar. Xo'jali Bahodirning qo'l ishorati bilan yuzlagan chabdas yigitlar tovoq-tovoqlarga usulgan turli noz-ne'matlarni dasturxonga to'shishga boshladi. Bu qishloqdagi ra'iyatga dasturxon hozirlandimi? So'radi Saidxon. Ularga lashkarlarning oyoq tarafini dasturxon hozirladik, dedi Xo'jali Bahodir. Obdan qilibsizlar, dedi Saidxon. Qashqarga qadam qo'ygandan beri shuni his qilyapmanki, ra'iyatning hol kuni to'liq xarob ekan. Biz eng avval ularning osh-to'qligini o'ylashimiz kerak. Avom boy bo'lmasa, saltanat ro'naq topmaydi. Himmat qildilar oliylari, dedi Oyazbek Qushchi. Fozillar bir soat adl qilmoqning savobi
60 yillik nafli qilgan toat ibodatning yoki 60 hajning savobidan ortiq deydi. Chunki hajning natija savobi haj qilguvchidan boshqa kishilarga bo'lmaydi. Adl adolatning natijasidan butkul avom bahramand bo'ladi. Adli degani adolat deb izohatdi. Ustozning so'zini anglab Saidxon yiqimliq kulimsiradi. Uning qo'l uzatishi bilan boshqalarmi dasturxonga qo'l uzatdi. Bugun kech bo'lib qoldi, dedi Said Muhammad Mirzo g'izodan keyin Saidxon qarab. Ota-bobolar ishning beshi sahardan debdikan. Oliylar bugun mush yerda kashlab, Alloh xolisa at tong saharda shaharga kirib taxtda o'ltirsinlar. Ishlar texmi xayrlik bo'lgusidir. Ulusbek janoblarining maslahati o'rinliq, dedi Oyazbek qushchi barmoqlaridagi moy yo'qini oppoq soqoliga surkab turib. Har ishning vaqti soati bor. Vaqti soati bilan bajo qilingan ishlar xayrlik bo'ladi. Xonimizning yosh quramimi va ayni subhida ko'tarilgan quyoshga misoldir. Taxtda barqaror bo'lmoqi, ul xayrlik soatga to'g'rilandigini, saltanat ishlarining guli-guliga kelganiga o'xshashdir. Saidxon ikki mo'tabar amirning maslahatini qabul qildi. Bugun Saidxon bomdod namozini sarkarda lashkarlar bilan birga o'qib olgandan keyin oldirab nashta qilib, Yorkent shahriga qarab yo'lga chiqdi. Shahar aholisi uni qarshilish uchun allaqachon ko'cha rastlarni supurib, suv ichib tozalab, yo'lning ikki tarafiga tizilib turishgan edi. Ular Saidxon udiliga kelishaman qo'llarini ko'krigiga olganicha "Assalomu alaykum, xon oliylarining poyi qadamlariga muborak bo'lg'ay" deb vaqirishdi. Saidxonmu etini yengil yo'rg'aga qo'yib berib, qo'lini ko'ksiga olganicha "Va alaykum assalom" deb salomni ilik oldi. U ana o'sha yusinda o'rdaga kirdi. Said Muhammad Mirzo qatorliq amir sarkardalar turk mo'g'ul yusuni bo'yicha Saidxonni oq kegizga o'ltirg'izib shoh nishinga akirdi. Bu milodiya 1514-yil 9-oyning 15-kuni edi. Bugungi atganlik qabuldan keyin Saidxon boshqa amirlarni qaytarib etib, Said Muhammad Mirzoni ep qoldi. Janoblarni bir ishga buyurmoqchiman, dedi u. Kaminalari janobi xonimizning otgan o'qidirman, dedi Said Muhammad Mirzo. Bu ishga buyurishga sizlardan muvofiq odamni datlayolmadim. Bugun Sanju qisqiga berib qarindoshlarining o'g'li bo'lmish Jahongir Mirzoni ep kelsizlar. Bosh ustiga. Said Muhammad Mirzo xos navkarlarni elib Sanjuga qarab yo'lga chiqdi. Xon oliylari mendan boshqa odamni avassa Jahongir Mirzoning ko'ngil to'xtatolmay Yorkentga kelishga unumasligidan ansirgan gap. Uni xon oliylarining dargohiga kelishga qoyil qilmay qo'ymayman. Said Muhammad Mirzo 3 hafta o'tganda Jahongir Mirzoni Sanjudan boshlab keldi. Saidxon uningga tegishli izzat ko'rsatib, amirlar qatoridan o'rin berdi. Saidxon qon yo'qi xurjundagi kolliga nafrat bilan qarab qo'yib, Mirzali tog'ayidan so'radi. Uni tirik tutib ep kelinglar degandim-ku. Mirzali tog'ayi qo'l bog'lab turib javob berdi. Biz qorong'u toqqa yetib berib, Mirzo Abubakirni qo'rshib olganda kech bo'lib ketgan edi. Uning qo'rshovini yerib qochib ketolmaydiganligi ko'zimiz yetganlik uchun jangni atiga qoldirgan edik. Noit afsuski, Mirzo Abubakirning navkarlari to'p ko'rsatib in'om elish maqsadida kechida qattiq uyquga ketgan Mirzo Abubakirni o'ltirib, kollasini kesib olibdi. Shuning bilan tirik tutolmay qoldik. Qorong'u tog'da mol dunyo yuklangan qechir to'g'larni elib meng'ishga ko'z yetmagan Mirzo Abubakir oltin kumushlarni daryoga to'ktirib, esil raxt, o'nchi marvoyatlarga o't qo'yib atgan edi. Shundaqdimi uningga jinini saqlab qilish nasib bo'lmay, ishonchli navkarlarning qo'lida beizzatona o'ltirilgan edi. Ol qonxo'rning shu yerda o'ltirilganimi yaxshi bo'pti, dedi Saidxon. Qudratli Tangrim, qilichimning o'lmal unning posiq qinida bo'lganishini xohlamgan o'xshaydi.
Adilning o'lib ketishi yaxshilarga o'lim, yomonlarga hayotlikdir. Ammo zolimning o'limi bo'lsa, yomonlarga o'lim, yaxshilarga hayotlikdir. Uning kallasini ip chiqib shaharning darvozalariga navbat bilan esib qo'yinglar. Uningdan zulm ko'rgan avam bu qonxo'r hajjojning kulpitidan qutulganiga ishonib, xotirjam bo'lsin. Saidxon nökarlari ko'tirib chiqib ketib olgan xo'rjinga oxirgi qitim nazar tashladi. Shu hamon ko'z oldidan ashu rahimsiz qonxo'rning zulmida o'lib ketgan Kuyimjon momisi Shohbegim, hammasi Mehrnigor xonim qatorliq urug' tuqqanlari lip qilib o'tdi. Ular uningga Mirza Abubakirdan ko'rgan zulm xo'rliqlarini, dard hasratlarini to'kib atadi. Saidxonning taxtda o'ltirganiga hoy tuytigicha yarim yil bo'lib qolgan edi. Yorkent shahriga allaqachon bahorning shapisi kelishga boshlagan edi. Taxtda o'ltirgandan beri saltanat ishlarini tartibga solish, muboraklab kelgan yurtbaylarni qabul qilish, Mirza Abubakir daryoga tashlab mol dunyolarni suzdirish, to'yin boshida qilib qolgan onasi, ayoli, o'g'li qatorliq oila tavobatlarini akaldirish ishlari bilan xeyli oldirash yurgan Saidxon yaqinqi 2 haftadan beri Said Muhammad Mirza, Oyazbek Qushchi qatorliq muhtaram amirlar bilan maslahatlashib qilgan qarorini bugun atiyallik qabuldan keyin rasmiy jakarladi. Said Muhammad Mirza qatorliq 10 peshqadam amirga to'rbaglik unvoni berib, birdan tug' in'om qildi. Oyazbek Qushchi qatorliq 6 nafar o'limaga sohib tadbirlik unvoni berib, xonlik madrasani qurib chiqish ishini topshirdi. Qolgan sarkarlarga bahodirlik, pahlavonlik unvoni berdi. Sarvoz lashkarlarga in'om berdi. Yana shunday yorliq jakarlaymanki, dedi Saidxon jarangliq ovozda. Tasarrufimizdagi barliq ra'iyat 10 yilgacha podshohlik boshchilikdan xalos qilingay. Yorliq yurtlarda jakarlangay. Adolat panohimiz marhamatlikdir, deyishdi amirlar. On hazratimizga 2 qiz arzim bor, dedi Mirzali tog'ayi oldiga bir qadam chiqib. So'zlislar, dedi Saidxon. Alkundan 10 yilgacha podshohlik boshchilik kechirim qilinsa, xazina quruq tilinib qolmasmi? Saltanat va lashkariy xarajat xazina bilan o'ri turdi. Buni obdan bilaman, dedi Saidxon Mirzali tog'ayining gapini yoqtirmagan holda. Demakchimanki, dedi Mirzali tog'ayi muddasini tafsiliy tushuntirmoqchi bo'lib. Garchi Mong'ol shahrining xeyli ko'p qismini tasarrufimizga olgan bo'lsak-mu, ammo Turpan taxtigohida o'g'lari Mansurxon bordir. Navoda usulning bu zaminga posibon bo'lishlariga rozi bo'lmay, lashkar tortib kelib qolsa, lashkariy xarajatdan qisilib qolib. Alkunga kang qo'lliq qilish albatta adolat jumlasidandir. Ammo lashkariy xarajat bo'lmasa, yovg'i taqobil turish basi mushkuldir. Mansurxon oliylar bilan qiblagohimizning o'tirisida adolat borligi rost. Lekin nimali degan bilan u on hazratimga ot yo'lliq og'a. Shunga uning dushmanlik muomalasida bo'lmay, qarindoshlik mehrini ta'kidlab salom avassak, qalbidagi adovat muzlari erib, qarindoshlik o'ti qaytadan yenishi mumkin, dedi Said Muhammad Mirza. Buyuk saltanatning birligi, qudrat tepishi uchun ittifoqlik hammadan a'lodir. Shunga dushmanlikka emas, do'stlikka asos solishga tirishaylik. Barakallah, dedi Saidxon xushal bo'lib. Mening o'yimim shu. U Mirza Haydar ko'raganga qaradi. Sen darhol hozirgi mudda asosida og'amga bir parcha maktub tayyorla. Ondan Bobur podsho oliylariga bir parcha maktub tayyorla. Mazmuni salomnoma bo'lsin. Og'am Bobur podsho oliylari hozir nadikin? Hindiston yurishi muvaffaqiyatli bo'ldimikin? Oldingi navbat avatgan maktubida Hindiston yurishidan xeyli rozi ekanligini, Jamina daryosidan o'tib, janub tarafga ilgirlab, Dehlining shimolidagi Panipat shahrini ishg'ol qilganligini, Dehli sultoni Ibrohim Lodi bilan hal qilg'ush jang qilishga tayyorlanayotganligini yozib ekan.
balkim İbrahim Lodi bilan bo'lgan jengi nusratlik bo'lgandir. Tangri adolat homiylarga bir sabab bilan nusrat ishkini ichib berdi, dedi Said Muhammad Mirza. Ağam Babur Padişah aliylarining Farg'ona, Mavara-un-Nahir va Xuroson qatorliq otim rasmlaridan voz kechib, Hindistonga yurish qilgani to'g'ri bo'ldi deb qarayman, dedi Saidxon. Shundoq, dedi Oyazbek qushchi tasdiqlab. Har kim taqdir belgilab bergan yo'ldan chetniyolmaydi. Oliylarining Andijonni tashlab Qashqarga kelishimi Tangrining irodasidir. Og'ilari Mansurxon oliylarining qalbida qeyrindoshlik mehri yelinjisa, bu otim rasmini osoyishlikqa yuz ochadi. Mansurxon oliylarining qalbida qeyrindoshlik mehrini uyg'otish tasga to'xtarmikin, dedi Mirzali tog'ay. Oliylari texch xabarsiz, tönigin bir shum xabar qulqimga kirib qoldi. Saidxon uning ko'ziga tikilib qaradi. Qanday shum xabar ekan u? Dalillab bo'lib ondan ma'lum qilay degan edim, dedi Mirzali tog'ay so'ziga sirliq tus berib. Saidxon qopqini turdi. Davasla. Anglashimcha Mansurxon oliylari Xonzodi Emin Xo'ja Sultonni qatl qildiribdi-dak. Saidxon beshiga bir qapoq sovuq suv quygandek surkinib ketdi. Chunki Emin Xo'ja Sulton uning dadimi bir, onimi bir inisi edi. Kimdan anladilar? Mirzali tog'ay duduqlab javob berdi. Savdogarlardi. O'z ko'zi bilan ko'ribdimi? Boshqalardan anglabdi. Lekin bu xabar xeyli ishonchlikda qiladi. Saidxon lomjim demedi. Shu topda yuragi tilg'inib ketib boradi. Savrchan bo'lg'aylar oliylari, dedi Said Muhammad Mirza. Darhol oyg'oqcha vatib tahqiqlab ko'raylik. Shohnishinning ichida uzoq jimjitlik hukm surdi. Mirzali tog'ay Said Muhammad Mirzaga yerdagidan adovat bilan qarab qo'yib, beshini to'nining yoqasiga kirpidak tiqib olgan edi. Og'am ashundaq rahimsizlik qilganmidi? Enim Emin Xo'ja Sultonni qaysi gunoh uchun o'limga buyurgandi? Ha. Har qanday bir ishning sababi bor. Said Muhammad Mirza rost deydi. Sabrchan bo'lishim, oldirab ifoda bildirmasligim kerak. Bo'lmasa suxanchilar birini 10-100 qilib og'amning dargohiga yetkazadi. Avval uning bilan oramizda etilib qolgan yo'llarni ochay. Suhbatga sharoit hozirlay. Qoldi ishlarning surishchisini aman qilib olaman. Onam bu xabarni anglasa nima bo'lib ketdi? Enim Abduxilxonning o'limi uchun yilg'icha yig'lab yurgan edi. Bu xabar hozircha sir tutilg'ay, dedi Saidxon. Saroyning timtasligini buzib. Bo'libmi validamning quliqiga yetmay tursin. Sizlar og'izlarga mahkam bo'lsizlar. Albatta, albatta, dedi Mirzali tog'ay. Menmu egichamning azoblanishini xohlamayman. Mirzali tog'ay har qanday so'rinda Saidxonning onasining ismi chiqsa, egicham degan so'zni olaydan tilga ilishni unutib qolmaydi. Bu orqali o'zining xonning tog'isi ekanligini, boshqa amirlardan ustun turadiganligini pash qilib oladi. Ra'iyat bizdan xo'rlik ko'rmasin, dedi Saidxon. Boyqi yorliq kuchga ega. Kimdi-kim yorliq xiloflik qilib avomni qoqshatmoqchi bo'ladi ekan. Har qanday to'hbikor bo'lishidan qat'iy nazar, qilchilik oyab o'ltirmayman. U Mirza Haydar Ko'ragonga qaradi. Sen og'amga avatadigan maktubni tayyorlab, xazindan esil sovg'atlarni pishkash qilib avatayli. U amirlarga yuzlandi. Qabul tamom. Janob amirlarga ijozat. Amirlar durrud o'rinlaridan turib qo'l bog'lashdi. Adolat panohimiz omon bo'lg'ay.
2003 yılı 6 aydan 2009 yılı 12 aygacha yazıldı ve qayta işlendi. Yakan.